ishga ketmaysizmi? Ha. Aytgancha, Instagramga yangi rasm qo'yibsanmi? Ha, qo'ydim. Kechga bila tushganimizdan ham qo'yaman. Yaxshi, bo'pti. Mayli, yaxshi yetib oling, charchamang. Xo'p. Ovsinjon, Instagramga yangi video qo'yibsizmi? Ko'rdingizmi, yaxshi chiqdimi? Da, zo'r akajoyina millami? Yo'q, ana, ko'rib layk ham bosib qo'yganlar-yu. Agar meni erim bo'lganda o'ldirardilar. Nega? Menda faqat ayollarning auditoriyasi-yu. Mayli, unda. Aka soddasiz-da, Instagramni yaxshi tushunmaysiz. Ayolimni o'zi aytdi. Meni ayolimni faqat jenskiy auditoriya kuzatar ekan. Adasi xotir olmang. Meni ayollardan boshqa odamlar kuzatmaydi dedi. Shunga ishonib turib, men ham keyin ruxsat berdim. Nimasi yomon aka buni? Ayollar kuzatib, ayolimga havas bilan qaraydi. Zo'r bu. Tushunarli. Ertaga o'zi ham hislanib qolmaginda. Vo, men bu bloger qiz-ku. Ishda hayotda ham tak o'ylagan, o'qigan mazza bo'lsa kerak. Ha, joningni. Keyin charchamayapsizmi? Yaxshimi, siz yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ye? Akam yangi telefon berdilar-da, ko'sta emasin. Yo'q, bu ayolingizga kelgan. Tushunmadim. O'zi qani? Chiqib ketuvdilar ko'chaga. Yangi telefon zakaz qilgandir-da. Mayli, keyin. To'la erkak kishi. Endi bitta ikkita isqirt erkaklar ham bor-da hayotda. Birov xotiniga qaraydigan. Men senga aytuvdim. Keyin afsuslanib qolmagindi. Ayollar kuzatadi deb meni yengding. Men ham xiyonat qiladi deb o'ylamadim. Xayolimga bir burchagiga ham kelgani yo'q edi uni xiyonat qilishi. Nima? Uni oxiri yaxshilik bilan tugaydi deb o'ylamading? Yo'q. Menga tepmadimi? 300 mingdan oshiq ko'rilgan videoni. Nahotki bitta erkak ko'rmaydi deb o'ylaysan? Sen o'zing Instagram ishlatishga ruxsat berib, o'zing xiyonatga yo'l ochib bergansan. Nima qilishni ham bilmayapman. Xiyonatini kechira olmayapman. Lekin o'zimni ahmoqligimni deb turib bo'lgan bu ishga o'zim chiday olmayapman. Ukam, men senga ajrash yo ajrashma deb aytmayman. Lekin birinchi xiyonatni kechirish, ikkinchisiga yo'l ochib berish degani. Erkak kishini ayolni nazoratsiz qoldirishi mana shunaqa xiyonatga olib kelib qo'yadi.